Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasidan soliq to'lovchi sifatida ro'yxatda o'tgan subyektlardan import qilingan ishlar, xizmatlar bo'yicha qo'shilgan qiymat soliq majburiyatiga ega soliq to'lovchilar soni 302 tani tashkil etib, xorijiy hamkorlardan 4 trillion 691,5 milliard so'm ish, xizmatlar import qilingan. Import qilingan ish, xizmatlar uchun norezidentlarga to'lovlar amalga oshirilgan subyektlar soni 362 tani tashkil etib, to'lab berilgan daromad summasi 63 trillion 256,7 milliard so'mni tashkil etgan. Tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarga asosan 2025-yil yanvar-oktyabr oylari davomida amalga oshirilgan tahlillar natijasida jami 1 trillion 59,3 milliard so'm qo'shimcha manba aniqlandi. Bunga soliq to'lovchilar tomonidan quyidagi bir qator xato kamchiliklarga yo'l qo'yilishi sabab bo'lmoqda. Soliq to'lovchilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnoma qoidalarini noto'g'ri qo'llanilishi, O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasi mavjud davlatlar tomonidan taqdim qilingan yoxud taqdim qilinishi lozim bo'lgan rezidentlik sertifikatlariga qo'yilgan talablarni bajarmaslik, soliq kodeksining tegishli moddalarini noto'g'ri qo'llanilishi va boshqalar. Soliq solish tizimidan qat'iy nazar, korxonangiz soliq agenti sifatida norezidentning daromadlaridan foyda solig'ini hisoblab chiqarishi va ushlab qolishi kerak. Agar norezident daromadni O'zbekistondagi manbalardan olgan bo'lsa, norezidentning daromad solish bo'yicha faoliyati O'zbekiston hududida doimiy muassasasini shakllantirmasa, soliq daromadining har bir to'lovi paytida ushlab qolinadi. Agar O'zbekiston bilan xorijiy kompaniya rezidenti bo'lgan davlat o'rtasida ikkiyoqlama soliq solish oldini olish to'g'risida xalqaro shartnoma amal qilsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llanilishi lozim. Quyidagilar soliq agentlari hisoblanadi. Yuridik shaxslar, shu jumladan soliq to'lovchilar konsolidatsiyalashgan guruhining ishtirokchilari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, faoliyatini doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezidentlar, norezident bo'lgan yuridik shaxslarning O'zbekistondagi vakolatxonalari, mol-mulkni olovchi jismoniy shaxslar va O'zbekiston norezidenti bo'lgan yuridik shaxslar. Shuningdek, yuridik shaxslar tashkil etmagan holda chet el tuzilmalari, doimiy muassasalar bundan mustasno. Soliq kodeksiga asosan, soliq agentlari norezidentlarga to'lovlarni amalga oshirish chog'ida quyidagilarga aniqlik kiritishi maqsadga muvofiq: to'lab berilgan daromad soliq kodeksining 351-moddasiga muvofiq soliqqa tortish yoki tortilmasligi, soliq tortilgan daromad to'lab berilgan vaqtda norezidentning davlat bilan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjudligi, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjud bo'lgan holda norezidentning aynan shartnoma imzolangan davlatning vakolatli organ tomonidan taqdim qilingan rezidentlik sertifikatining mavjudligi, Soliq kodeksining 358-moddasiga asosan rezidentlik sertifikatiga quyidagi talablar qo'yilgan. Norezident rezidentlik bo'lgan chet el davlatning vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan asl nusxa. Bunda shunday hujjat berish, konsullik legallashtirish amalga oshirilgan va qonunchilik belgilangan tartibda apostil qo'yilgan holda bajariladi. Ushbu talablarga muvofiq bo'lgan hujjat asl nusxasining notarial tartibda tasdiqlangan ko'chirma nusxasi, chet davlat vakolatli organlari internet resurslarida joylashtirilgan soliq rezidentlik tasdiqlovchi elektron hujjatlar qog'ozda nusxasi, shuningdek rezidentlik sertifikati norezident tomonidan soliq agenti tomonidan daromad to'lanish chog'ida taqdim etilgan bo'lishi lozim.